Xo'p. Bugun umuman somatik kasalliklarni, o'tkir surunkali kasalliklarni psixodinamik asoslari haqida, psixodinamik sabablari haqida ozroq tushuncha bermoqchi edim. Avval boshdan aytib qo'ymoqchiman, bu yerda tushuntirmoqchi bo'lganlarim juda ham ko'p nazariyat, teoriyalarni va amaliyotni birlashtirib bitta kombinatsiya sifatida qilingan leksiya va men buni 100% to'g'riligiga da'vo qilmayman. Kim uchundir bu agar tushunarsiz bo'lsa, tushunmagan joylardan so'rab komment yozishinglar mumkin. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman javob berishga va barcha kasalliklarni kelib chiqishini ham men bugungi tushuntirayotgan mavzular bilan tushuntirib bo'lmaydi. Itak, avval boshdan boshlasak. Biz mana bu tushuntirmoqchi bo'lgan narsam meniki uzoq muddatli perspektivada ta'sir qiladi. Uzoq muddatli perspektivada ta'sir etib davom etib kelib, oxir-oqibat shuni oqibati sifatida kasalliklarning qanday qilib paydo bo'lishini tushuntirmoqchiman. Itak, biz bu olamga keldik, tug'ildik. Tug'ilgan vaqtimizda biz nima bilan tug'ilamiz? Tana bilan va shu tanani ichida joylashgan materialistlar aytadigan ong, diniy tarafdan qarab aytsak, e'tiqod tarafdan qarab aytadigan bo'lsak, ruh bilan tug'ilamiz va tug'ilgan vaqtimizda bizda faqatgina tanamiz bor va faqatgina ruhimiz bor, ongimiz bor va bu ong hali hech narsani bilmaydi, hech narsani anglab yetmagan, trenirovka qilmagan, o'qimagan, o'rganmagan va bu tanada ham o'zini tanani fazoda qanday harakatlantirish kerak, qanaqa qilib ishlatish kerak bilmaydi. Itak, ichimizda joylashgan ruhiyat, ong, aql to'g'ridan to'g'ri material olam bilan, moddiyat bilan munosabatga kirisha olmaydi. To'g'ridan to'g'ri bevosita kirisha olmaydi. Bu uchun bizda ishlatadigan tanadan foydalanadi va tashqi olamni qabul qilishida ham biz o'zimizni sezgi a'zolarimizdan foydalanamiz. Tashqi olam haqidagi tasavvurimiz ham bizni faqatgina sezgi a'zolarimiz orqali paydo bo'ladi. Bularga ta'm bilish, hid bilish, eshitish, taktil ko'rish, bundan tashqari yana ochlikniki bor, muvozanatniki bor, juda ham ko'p sezgi a'zolarimiz bor. Shulardan kelgan signallarga qarab biz tashqi olam haqida tasavvurimizni yaratamiz o'zimizni ichimizda, miyamizda. Endi mana shu bizni qiziqtiradigan narsa, hozirgi tushuntirmoqchi bo'lgan narsam tana haqida ketmayapti-da. Tanani ichida joylashgan mavjudot, o'sha ruhiyat, ruh haqida ketyapti. Ana shu ruhiyatni Freyd uchta qismga bo'lgan, uchta qismga ajratgan. Id, ego, super ego qilib bizda umuman fanda idni va jamiyatda ham sotsiologiyada, psixologiyada ham idni juda ham demonizatsiya qilishgan instinktlar, haligi odamni eng yomon xohishlari turadigan qism sifatida, lekin aslida id nima? Id mana shu bizni ichimizdagi ruhiyat. Ana shu ruhiyat id bo'ladi. Buni biz hozir endi bugungi leksiyamiz chegarasida ruh deb nomlaymiz, ruhiyat deb nomlaymiz. Egoga nima kiradi? Egoga mana biz tug'ilgan tanamiz va shu tana asosidagi, shu tanadagi joylashgan sezgi a'zolari asosida shakllangan xarakter, shaxsiyat. Shaxsiyatni biz ego deb ataymiz.
super ego nima? Super ego bu jamiyatdagi yozilgan va yozilmagan moral qonun qoidalar. Super ego bizga tegishli narsa emas. Aynan bizni shaxsiyatimizga tegishli narsa emas. Super ego bizdan tashqaridagi, bizni tanamizdan ham, ruhiyatimizdan ham tashqaridagi qonun va qoidalar. Endi biz tug'ilyapmiz, nima bilan tug'ilyapmiz? Boshida boyagi mana ruh bilan va ego bilan tug'ilyapmiz. Tana bilan va hayotimiz davomidagi olayotgan tarbiyamiz, o'qishimiz, oilada olgan tarbiyamiz, o'qishimiz orqali bizda ma'lum shaxsiyat shakllanib boradi. Lekin bizni asl o'zligimiz mana bu itga tegishli, ruhga tegishli hisoblanadi. Endi qanaqa qilib it, ruhiyat mana bu tanani boshqaryapti, qanaqa qilib hayotiy energiyani beryapti, ishtiyoqni beryapti. Bizda aytishadi, bizda bor aytiladi libido. Libido deganda bizda anaqa seksual energiyani ko'pincha nazarda tutishadi, erosni nazarda tutishadi, lekin libido juda ham keng qamrovli tushuncha aslida. Libidoni nima desak bo'ladi, umumiylashtirib bizda ishtiyoqqa to'g'ri keladi. Bizni ishtiyoqimiz faqat qanaqadir seksual obyektga emas, bizni qiziqtirgan qaysidir narsalarga bo'lishi mumkin. Misol uchun, hozirgi Elizar 2,5 yoshli paytida meni o'g'lim marojniyni yaxshi ko'radi. Marojniyaga bo'lgan ishtiyoqi baland. Uni libidosi marojniyaga qarab ketyapti. Yoki bo'lmasam katta cherkovlarni yaxshi ko'radi, poyezdlarni yaxshi ko'radi, o'ynashni yaxshi ko'radi, samolyotni yaxshi ko'radi. Bu uni shularga bo'lgan nisbatan ishtiyoqi. Mana shu ishtiyoq bizda hayotiy energiyamiz hisoblanadi aslida. Mana shu ishtiyoqni endi qanaqa qilib nimadirda bo'g'ilib qolishi, odamni hayotiy ishtiyoqini yo'qolishi, qanaqa qilib depressiyaga tushib qolishi, o'zligini yo'qotishini haqida shuni dinamikasini Freydni psixodinamik ta'limoti bilan tushuntirib bermoqchiman ertak sifatida. Itak, quyidagi rasmimizda rasmni men ChatGPT bilan yasatdim. Zo'r, haqiqatda o'zim xohlaganda qilib yasab berdi, lekin itak. Bu yerda bizda mana bu yoshi katta piva хочу deb yozib olgan, yoshi ulug', sochlari oqargan odam sifatida bizda it, bizni ruhimiz tasvirlangan. Mana bu qo'g'irchoqni, ayiqchani ushlab turgan yosh yigitcha bizda egomiz va bizni shaxsiyatimiz. Mana bu itrajopiylik qilib turgan, burni uzun, bu super ego deylik, super ego. Endi mana bu otaxon, bizni idimiz, bizni ruhimiz o'rmonda yasharkan, tasavvur qilinglar, bu haligi juda ham qudratli, juda ham haligi qudratini cheki yo'q, hokimiyatini cheki yo'q bir sehrgar-da. Bu uchun vaqtni, makonni farqi yo'q. Butun cheksizlikda yashaydigan shunaqangi bir sehrgar. Shu sehrgar bitta o'rmonning ichida yashayapti. O'rmonning ichida yashaydi, o'rmonda qiladigan ish ko'p, daraxt kesish kerak, ularni aralash kerak, o'tin qilish kerak. O'rmonda qiladigan ishi oshib-toshib yotibdi. Hayvonlarga qarash kerak o'tdi. Keyin shunday kunlarning birida bu ruhni, otaxonni pivo ichkisi kelib qoldi. Lekin o'zi to'g'ridan to'g'ri borib pivani sotib ola olmaydi. Shaharga borib pivani sotib ola olmaydi. Bunga imkoniyat yo'q. Chunki qiladigan ishi ko'p, juda ham ko'p. To'g'ridan to'g'ri o'zi borib ola olmaydi. Xuddi bizning ruhimizga o'xshab ichimizdek. Lekin uni bitta bir aqli pastroq, tentakroq qarindoshi bor. Ego degan qarindoshi bor ekan. U ego degan qarindoshini bir paytlar shaharga jo'natib yuborgan ekan. O'qib ta'lim olsin, odam bo'lsin.
aql kirsin, o'zi xohlaganda yashasin, yaxshi kvartirada yashasin, uchun ovqatlansin. Shunga yetarli qilib, bu bularning olamidagi birlikda pul vazifasini libido bajaradi ekanda, libido. Unga keyin o'sha o'zini cheksiz libido boyligidan berib turadi ekan. Keyin buni endi pivo ichkisi kelib qolibdi. Pivo ichish kerak. Haligi jiyaniga 1000 ta libidoni jo'natibdi va yozibdi. Pivo ichkim kelyapti deb. Jiyani shaharga kelganidan keyin, shaharda yashashni boshlaganida endi shahar haqida hech narsani bilmagan, odamlarni tanimagan, hech kimni bilmagan, tashqari shahar o'zi qanaqa ishlaydi, bu yoqda odamlar qanaqa munosabatga kirishadi, bilmaydi. Bilmaganligi uchun o'ziga bitta xizmatkor olgan ekan, super ego degan. Boyaga mana bu ikkinchi boshiga do'ppichani kiyib olgan super egoyimiz bo'ladi biz. Mana shu super egoni o'zini xizmatiga olgan ekan, shtobi boyaga egoni yosh yigitchani shahar bilan tanishtirishi, buni xizmatida bo'lishi uchun. Bu super ego boshida kelganida uylarini tozalar ekan, keyin yigitga tashqi olam haqida gapirib berar ekan, shahar haqida gapirib beradi ekan. Boshida yangi kelganida gilamda yotarmish, gilamda yotadi ekan. Keyin nagleylashib divaniga chiqib butun kvartirani olibdi, o'ziniki qilibdi, super ego bir burchakda aslida kvartirani egasi bo'lgan yigitcha ego qolib ketibdi. Keyin boyagi qarindoshidan otaxondan ruhdan 1000 ta libido kelibdi pivo olish uchun egoga. Ego xursand bo'lib qarab, super egoga haligi 1000 tani ko'rsatibdi, 1000 ta libidoni men qara. It menga pivo jo'natganda 1000 ta libido beribdi. Boyagi super ego endi ayyorku, kelayotgan hamma resurslarni o'ziga sarflab yuribdi-ku. 1000 libidoni olibdi-da, pivo olishni ko'chaga chiqib ketibdi. Aslida ko'chaga chiqqanidan keyin uni avvallari qarz o'ynab, qimor o'ynab, qarzi bo'lgan ekan ko'chadagi o'zini tanishlaridan. Qarzini qaytarib beribdi, ozroq pul qolgan, endi nima qilishim kerak? Endi nimadir olib borish kerak. Sut sotib olibdi arzonga. Sut sotib olibdi-da, qaytib kelib egoga nasihat o'qishni boshlabdi. Pivo nosog'lom narsa, kasal qiladi pivo. Lutchi mana sut ichsin debdi. Sut ichgani yaxshi. Endi bu shu joyigacha. Endi bu o'rmonda ruh, boyagi sehrgarimiz, otaxonimiz o'tirib, zakuskalarini tayyorlab, baliqlarni tayyorlab, stullarni tayyor qilib o'tirsa, dastavka qilib, korobka olib kelishdi, ochib qarasa, ichida pivo emas, sut turganmish. O'z-o'zidan jahli chiqib, g'azabi kelibdi. Buni g'azabidan butun o'rmon larzaga kelib, dashi shahardagi uylar ham qimirlab ketibdi. Boyagi yigitchani ham kvartirasidagi uy qimirlashni boshlabdi, qimirlab ketarmish. Sezibdi super ego boyagi sehrgar itni, ruhni jahli chiqqanligini. Keyin boyagi sehrgar o'tiribdi, ha mayli, endi bir safar adashibdi, men hisobimdan yashab turibdi, endi u bu safar 1000 libido emas, 900 ta libido jo'nataman debdi. 900 ta libidoni jo'natib, yana pivo xohlayman debdi. Bu safar endi super ego pul olganimish. Borib yana ko'proq pul topaman deb qimor o'ynab, hammasini yutkazib qo'yibdi. Uyga hech narsasiz qaytib kelgan. Ego ham qo'rqadi boyagi ruhdan, sehrgardan. Endi super ego aytibdi, ko'chada odamlar shunaqangi o'g'ri, yolg'onchi, qallob, bular seni aldab pulingni oladi. Ishonmasang mana yur ko'rsatay deb shaharga olib chiqibdi egoni. Shaharda eng haligi chekka joylari, hali bomjlar yashaydigan, eng yomon odamlar yashaydigan qo'rqinchli joylardan qo'rqitib olib kirib, ko'chalarni ko'rsatibdi-da, yana uyga qaytib kelibdi. Keyin yana nasihat qilishni boshlabdi. Shuni ko'rdingmi, shahar qanaqa qo'rqinchli? U yerda baqirish mumkin emas, qattiq kulish mumkin emas, boy bo'lish mumkin emas. Boy bo'lsang seni itarib ketishadi. Rost gapirish mumkin emas, rost gapirsang ham itarib ketishadi seni. Qilib nasihat o'qigan.
shu nasihatlar asosida super egoda nimadirdi tasavvur paydo bo'lgan, o'zi yashayotgan shahar haqida. Oxir oqibat bir necha marta borgan sari libidolar miqdori kamayib borib, oxir oqibatda super ego ham libidosiz qolibdi. Super egoga bo'lsa farqi yo'q. Pofik, chunki boyagi yigitcha yashayotgan kvartira uniki emas, uy uniki emas. Bu uyga kerakli remontini qilsa, vaqtida o'qitini qilmasa, buzilib ketsa ham bunga qizig'i yo'q. Bola yigit ko'chada qolsa ham bunga qizig'i yo'q. Chunki super egoga bu tegishli emas, bu uning mulki emas. Oxir oqibat boyagi yigitchaning uyi buzilib, kvartirasi buzilib, ko'chada qolibdi. Borgan sari libido kelmaganligi tufayli sehrgar itdan. Вот. Итак, xuddi mana shunaqangi prinsipda bizni ruhimiz, ruhiyatimiz, ongimiz bizni tanamizga hayotiy ishtiyoq sifatida energiya berib keladi, hayotiy energiyamizni berib keladi. Va aytganimdek, super ego uchun super egoniki emasda mana bu tana. To'g'rimi? Bu tana super egoniki emas. Shuning uchun xohlaganini aytaveradi. Sen bunaqa bo'lishing kerak. Yo'q, sen mana bunaqa bo'lishing kerak. Yo'q, bunaqa qilinmaydi bizda. Bizda bunaqa qilib kelingan. Qilib bolaga yoshligidan tarbiya beriladi, uriydi, uradi, tanqid qiladi. Omadi kelgan bo'lsa, yaxshi joy, yaxshi oilada tug'ilgan bo'lsa, inson mana shu hayotiy ishtiyoqlarni o'zi ajratib katta bo'lishga o'rganadi. Hayotiy ishtiyoqlarni anglab, ajratib olib, agarki ular boshqalarga zarar keltirmasa, jamiyatga zarar keltirmasa, o'zini tanasiga zarar keltirmasa, oilasiga zarar keltirmasa, azob keltirmasa, marhamat, bu libidoni tashqariga chiqarib, xohlagan ishini qilishi mumkin, hayotidan zavqini olib yashashi mumkin. Endi bizda agar bu narsani qilmasa nima bo'ladi? Bu narsani qilmasa, mana shuni asosida somatik va psixosomatik kasalliklar kelib chiqadi. O'tkir kasalliklar ham deylik. Misol uchun mana aytaylik, chekish. Qachon chekadi odam? Qachonki siqilsa, asabi buzilsa, u plan qilgan ishlar qandaydir u aytgandek bo'lmasa, odamlar u xohlagandek bo'lmasa va shu paytdagi uni qaysidir ishtiyoq turibdi, u ishtiyoq realizatsiya bo'lmayapti. Endi nima qiladi? Sigaret chekyapti. Oxir oqibat haligi bu jarayon chekishni zararli tarafi, o'pkaga zararli tarafini qaytarish mumkin bo'lgan nuqtagacha boradi. Ana shu nuqtaga yetib borgunicha unda imkoniyati bor chekishni tashlab, dalshi yana sog'lom o'pka bilan yashashlikka. Lekin qaytarib bo'lmaydigan nuqta toshkent vazifadan o'tgandan keyin endi tashlash, sigaretni tashlaydimi yo'qmi farqi yo'q. Baribir kasal bo'ladi, o'pkasini kasal qiladi, o'pkasida rak rivojlanadi yoki xobul rivojlanishi mumkin. Xuddi shunaqa sirroz aytsak, jigar sirrozi. Unda ham qaysidir hayotiy ishtiyoq turibdi, lekin u o'zini o'zi bilmaydi nimaligini. Qayerda bu energiyani qayerga sarflashdi, nima uchun sarflashdi? Ongsizligiga o'tib ketgan orqaga. Mana bu super ego bosib tashlagan. Yoshligidan yo'q, bunaqasi mumkin emas, yo'q, bunaqa qilinmaydi. Ko'chada bunaqa qilsang xavfli, o'lasan sen bunaqa qilsang qilib, biz shakllanayotgan shaxsiyatimizni tanamizni ezib tashlagan hissiyotlarimiz ham. O'tkir kasalliklarni kelib chiqishi. Aytaylik, mana avariya, oddiy avariya, mana bu Mirniy voyn filmidagi oladigan bo'lsak. Mana bu Den boyagi Mirniy voyn filmidagi bosh qahramon. Bu bir tomondan chempion bo'lmoqchi, olimpiadaga borib qatnashmoqchi, chempion bo'lmoqchi, olamga o'zini ko'rsatmoqchi, o'zini ishtiyoqi bor, to'g'ri. Lekin u ulg'aygan oilada ham super ego bor-ku, endi ota-onasi bor, atrofidagi jamiyati bor, jamiyatning bu haqdagi tasavvuri bor. Mana shu tasavvur bosimi bosib tashlagan buni egosini. Va bunda ham o'zida boyagi libido beradigan ruhi borgan sari libidoni kamaytirib borib, oxir oqibat sabotajga sabab bo'lgan boyagi bu
uchraydigan avariya, mototsikl avariyasi ham aslida mana shu ongsiz ravishda paydo bo'lgan sabotajni oqibati. Ikkinchi misol, mana bu skripkachi haqidagi filmida Hillary Jackson mana shu qahramonda ham talanti bor, qilsa bo'ladi, to'g'ri, bunga ham ishtiyoqi bor, lekin bu ishtiyoqidan tashqari boshqa ishtiyoqlari ham borda, boshqa xohishlari ham turibdi, ruhiyat xohlaydigan. Chunki ruhiyat tanaga tushdimi, ruh tanaga tushdimi, nimanidir yangi narsani his qilgisi keladi. Marojnaning ta'mi qanaqa ekan, shashlikni ta'mi qanaqa ekan, bu xohishlar juda kichkina narsalarda o'zi aslida bor-ku, ruhiyat xohlaydigan narsa. Chunki bilvosita ta'sir qila olmaydi, faqat sezgi a'zolarimiz bilan ta'sir qiladi. Bu bo'lsa, bu o'zini maqsadiga yetish uchun xuddi shu xohishlarga blok qo'yib tashyapti, super ego pozitsiyasidan turib. Oxir oqibat qo'li отказ qiladi skripkani ham chalishga, lekin rostdan ham zo'r muzikant bo'lgan bo'ladi. Endi o'zimni ishxonamdagi praktikamdan misol. Menga bitta yangi kasal keldi. O'zi Hind kasal, bemor Hindistondan 4 yildan beri Yevropada yashaydi ekan, lekin Yevropada uysiz odamda yashagan, endi bu yoqqa Germaniyaga kelganidan keyin o'zi aslida nimaga boshida aytaylik. Bizni bo'limga ichkilikbozlikni davolash uchun keldi. Sababi uni qo'lida ikkita qo'l panjasida psoriaz chiqqan va oyoq panjalari ikkalasida psoriazi bor. Mana shu yara psoriaz orqali tufayli u ishlamayapti. Psoriazni davolatgani borsa, jigarni laboratoriya tahlillari yomon chiqqan. Bu yomon jigar laboratoriya tahlillari bilan ular psoriazga qarshi davololmaymiz deb bizga jo'natgan. U kasal keldi, bemor keldi menga. Kirashidan ozoda kiyingan, sasib yotgani yo'q, boshqa hindlarga o'xshab. Madaniyati bor, tarbiyasi bor, tarbiyali, kulturli odamga o'xshadi. Gaplashib, anamnesini so'rab o'tiribman men. Keyin bir payt uni qiladigan kasbi nima? Kasbi ko'chada asfalt quradi, ko'cha quradigan kasb. Shu ishi shu, har kuni drelda dada qilib ishlaydi yoki og'ir ish qiladi, jismoniy og'ir ish qiladi. Keyin so'radim, siz Hindistondan ekansiz dedim. Hindistondagi jamiyatning qaysi kastasiga to'g'ri keladi, qaysi kastasiga tegishlisiz siz desam, brahmanlar oilasidan ekan. Brahmanlar Hindistondagi eng yuqori qatlam, ijtimoiy qatlam deylik. Ularga vrachlar kiradi, olimlar kiradi, o'qituvchilar, ziyolilarda. Va u ziyolilar oilasida ziyoli sifatida tarbiya qilingan shaxsda, u endi insonda u ziyoli sifatida buni ruhiyati ham biladi, shuni ham ruhi ham biladi. Ana endi bu yoqda bo'lsa og'ir jismoniy mehnat ish qilib yuribdi. O'zi u yoqda aytdi, menimcha jismon tarbiya o'qituvchisi kelgan, o'qiganman dedi. Keyin uydagilar bilan urushib qolib chiqib ketgan ekan uydan, Yevropada yuribdi, yashab. Keyin menga aytdim, sizga dedim, hozir biz ichkilikbozligingizni davolaymiz dedim. Jigar fermentlaringiz yaxshi bo'ladi dedim. Keyin borasiz psoriazizni davolatishga dedim. Lekin psoriaziz qo'lida paydo bo'lgan psoriazisni yaralarni, oyog'ida paydo bo'lgan yaralarni ma'nosi nima edi? Ruhiyat uchun. Ruhiyat to'g'ridan-to'g'ri bizga biz bilan munosabatga kirisha olmaydi, kontaktga kirisha olmaydi, to'g'ridan-to'g'ri gapira olmaydi, faqat tana orqali gapiradi. Mana buni ruhiyat nima demoqchi, ruhingiz nima demoqchi bilasizmi dedim. Yo'q dedi. Nimaga ruxsat bermayapti sizga? Mana bu qo'lingizdagi yaralar dedim, oyog'ingizdagi yaralar dedim. Nimaga ruxsat bermayapti? O'zini ishini qilishga ruxsat bermayapti va dam olishiga, shu ishni qilmaslikka ham ruxsat beryapti. Oyog'idagi yaralar shu ishga bormaslikka, ko'chaga chiqmaslikka, u uchun yoqimsiz bo'lgan insonlar bilan munosabatga kirmaslikka ruxsat beryapti. Va shuni taqiqlab ham qo'yapti bir tomondan. Keyin shuni tushuntirdim. Siz dedim, bu yoqda harakat qiling, kasbingizni o'zgartirishga, chunki brahman bo'lib turib, mana bu pastki endi pastki tabaqa demaylik, ikkalasida tarbiyasi har xil, lekin pastki tabaqani qiladigan ishini
qilib yuribsiz siz dedim, almashtirasiz. Bo'lmasam dedim, hozir buni psoriazizni davolaysiz dedim, 1 oy 2 oy yaxshi bo'ladi, keyin yana shu bilan qaytib kelaverasiz, yana qaytib boraverasiz dedim. Ichkilik bozligingiz ham shuni orqasidan kelgan deb tushuntirdim. Xuddi shunaqa. Odam organizmida paydo bo'layotgan, biz tanamizda paydo bo'layotgan xastalik, kasallikni hammasini ma'nosi bor-da. Va shu kasallik orqali bizga ruhiyatimiz nimanidir bildiradi. Qanaqadir xabar yuboradi. To'xtat, baraka topib ko'r. Ushing bo'lmayapti. Menga tinch qo'ygin meni. Meni o'z holimga qo'ygin degan ma'noda. Ko'p tarqalganlarda misol uchun men shuning uchun ham men o'tkir kasalliklarni davolaydigan hamkasblarimga maslahat tavsiya qilgan bo'lardim. Hamma tomonlama qarashlikni anamnez yiqqan vaqtida bemor hozirgi mana shu holatiga aytaylik, mana yurak infarkti bo'lib qoldi, miokard infarkti, yurak xuruji bo'ldi, yurak miokard infarkti. Shu miokard infarktiga kelgunicha u qanaqa hayotni yashab o'tdi, u qanday qilib u ulg'aydi, qanaqa qilib oilada tarbiya topdi, lekin juda ko'pchilik o'zi haqidagi haqiqatni yashirib esidan ham chiqib ketgan bo'ladi. Juda ham qiyin bo'ladi. Keyin bu bir taraf edi. Shuning uchun ham qayerdan qanaqa qilib katta bo'ldi, qanaqa qilib tarbiya oldi, o'qishi qanaqa bo'ldi, ish faoliyati qanaqa bo'ldi. Bitta bemor, yangi bemor kelsa, menga kamida 40 minut, 1 soat vaqtim ketadi. Bemor haqida umumiy kartinani yaratib olish uchun. Ijtimoiy tarafdan, oilaviy tarafdan, finanslari tarafidan, sog'ligi tarafidan, o'qigan atrofidagi do'stlari, umumiy holat, umumiy kartinani paydo qilganimcha. Ana undan keyin menda qandaydir sekin-sekin uni kasalligini qanday qilib uzoq muddat davomida, uzoq perspektivada rivojlanib chiqqanligi haqida men tasavvur paydo bo'ladi. Shunga qarab keyin yo'l ko'rsataman. Boyaga nimaga? Hind bemorim конечно dorilarini qilib berdim, lekin Shivani mantrasini berdim. Mana shuni qilib yurgin dedim. Qilib yuring dedim. Yaxshi bo'ladi. Shiva o'zi Hindistonda nimasida transformatsiya va eski hozirgi talabga javob bermaydigan narsalarni buzish xudosi, buzg'unchi xudo deylik, buzg'unchi xudo rolini o'ynaydi. Shani mantrasi bor, Shiva 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 Shambho Mahadeva Shambho degan. Shuni qaytarib yurgan dedim. O'zi dasha o'zini dinini chuqur o'rganmagan ekan, brahmalarga tegishli bo'lgani bilan meni brahmalar haqida tasavvurim ozroq boshqacha edi. Balki shu uchun ham chiqishmagandir ota-onasi bilan. Tak. Yana bitta ikkinchi juda ham ko'p vrachlar tomonidan inobatga olinmaydigan tarafi bor. Kasallikni qanaqa foydasi bor? Kasallikdan nima foyda? Yozib qo'yaman shu yerga shuni. Kasallikdan foyda bor odamlarga. Bemorga kasallikdan nima foyda? Yoki bo'lmasam, qilaylik. Kasallik yoki disfunksiyada funksiyasi nima? Kasallikni funksiyasi nima? Disfunksiyani funksiyasi nima? Disfunksiya funksiyani buzilishi. Funksiya buzilishining funksiyasi nima? Zo'r savol-da. Juda zo'r savol. Disfunksiyani funksiyasi nima? Bunda nimani nazarda tutyapman? Ikkilamchi kasallik foyda, вторичная выгода deydi. Misol uchun aytaylik, bu yerda Germaniyada juda ham ko'p hech kimi yo'q, yoshi kattalar ko'pda, yosh ulug'lar ko'p, oilasi yo'q, farzandi yo'q, qarindoshlari yo'q. Keyin ular
kuni asosiy vaqti kasalxonalarda o'tadi yoki vrachlarning praktikasida o'tadi. Nuqul haligi qanaqadir bir surunkali kasallikni orttirib olganda shu kasallik bilan qayta va qayta mutaxassislarga murojaat qilaveradi, qayta. Bitta bir xil shikoyat bilan yana qayta kelaveradi. Bundan foyda nima desang, boyliklarning hech kimi yo'qmi? Shu orqali ular o'ziga ijtimoiy muhit yaratyapti, ijtimoiy munosabatga kirishyapti, sotsial izolyatsiya yo'q. O'zini u haqida qayg'uradigan qaysidir insonlar bor, unga e'tibor qaratadigan qaysidir insonlar bor. Eng kamida qon oladi, eng kamida haligi kapelnitsa ulab qo'yadi, eng kamida xonasini, ovqatini tozalab turadi, ovqat olib beradi. Xuddi mana shunaqa kasallikni ikkilamchi foydasi bor. Mana shu nuqtai nazardan qaralmaydi, ko'p inobatga olinmaydi. Agar o'tirib bemordan so'rasanglar, mana shu kasal bo'lganingizdan beri nima o'zgardi o'zi oilangizda, hayotingizda desangiz, yoki turmush o'rtog'i o'ziga ko'proq mas'uliyatni bo'yniga olishga boshlagan bo'ladi, yoki bo'lmasam ishxonasida qaysidir kollegalari uni ishini olgan bo'ladi. Mana shunaqa kasallikning ikkilamchi foydasi bor. Lekin bu foydasini ham ular ongli ravishda qilmayapti. Odamlar aslida o'zi nima xohlayotganligini so'z bilan ifoda qila olmaydi. Buni qilib bera olmaydi, unga o'rganmagan, bilmaydi. Shuning uchun ham bularning kasalligi orqali bularning o'zini qanaqangi ehtiyoji bor, shuni ko'rsatmoqchi bo'ladi. Ko'rsatish yagona yo'li, chunki bular o'zi ongli ravishda so'z bilan ayta olmaydi. Menga odamlarga kontakt kerak, menga podдержка kerak deb ayta olmaydi. Shu jihatdan kasallikni ikkilamchi foydasi har doim yo'lda tursa yaxshi. Disfunksiyaning funksiyasi nima? Mana shu savol har qanday vrach kallasida tursa, men juda xursand bo'lardim. Disfunksiyaning funksiyasi nima? Misol uchun bizga bitta kasal keluvdi. Zalbitem uxlatadigan doriga, benzodiazepinlarga qo'shib qo'ygan, nima deydi, ruju qo'ygan deydi. O'shalarga zavisimiz bo'lib qolganda, shuni davolatishga kelishidan avval, lekin bu yoqda Gamburgda tekshirtirmagan klinikasi qolmagan nevrologiyada. Ya'ni dropped head degan sindrom bosh ana shunday turadi, faqat mana shunaqa yuradi. Mana bu yerda muskullar atrofiyaga uchramagan. Umurtqa pog'onasi hech qanaqangi organik o'zgarishlar yo'q. Nerv tizimida hech qanaqa organik o'zgarishlarni topisha olmagan vrachlar yo'q. Psixosomatik. U bo'lsa ayol mana shunaqa yuradi. Shu orqali ham ovqat yeyishi qiyinlashgan. Hayot sifati pasaygan o'z-o'zidan. Meniki bemor bilan unchalik chiqisha olmadim. Shunaqangaligi bilmadim. Shunaqa bo'ladi. Shunaqa bemorlar bilan chiqisha olmaysan. Umuman ichingda o'tkilik chaqirmaydi. Yordam bergin kelib unaqa bo'lmaysan. Bilmayman qanaqa hayotni kechirgan o'zi. Butunlay nima so'rab chiqa olmadim. Chunki bemor o'zi ochilishni istamayapti. Menga uni tasavvurida faqat dori berasan, bo'ldi. Shu bilan tuzalishi kerak. Yoki nimadir qilib tekshirasan, bo'ldi, diagnoz qo'yib ketish kerak. Bemor ochilib, ichidagi narsani ayta olmayapti. Lekin bitta men topgan, menga yetib kelgani, nimadan qo'rqasan desam, o'limdan dedi. O'zi yosh kattaroq ayol dedi. Qo'rqasiz desam, o'limdan qo'rqaman. Uyquga ketishdan oldin o'limdan qo'rqaman. Shuning o'limdan qo'rqishi sababli uxlolmagan, o'limdan qo'rquv sababli o'sha uxlatadigan dorilarni qabul qilishni boshlagan, benzodiazepinlarni. Meni birinchi teoriyam qanday bo'ldi? Mana shunday qolgandan keyin, u yotganidan keyin ham boshida aniq qilib yota olmaydi-da. O'lik qanaqa yotadi? Boshida tekis qilib pastga tushirib yotadi-ku.
boshingda turgan bo'lsa, kakimga qarab turgan odamday bo'lasan-ku, to'g'rimi? Shuni kompensatsiya qilish uchun ham psixodinamikasida o'zgarish bo'lib shunga olib kelgan shekilli deb o'yladim. Yoki bo'lmasa yana bitta misol, qabziyatdan ko'p aziyat chekadigan bemorlarni da ko'p kuzatganman. Hayot haqidagi tasavvurlarini yoki nimadir o'zgartirish uchun yoki nimadandir o'sha eski tasavvurdan voz kechib, yangi tasavvur bilan, yangi haqiqat bilan o'zini haqiqatidan voz kechmaydigan odamlar qabziyatdan ko'p aziyat chekadi-da, ularga gapni uqtira olmaysan. Yo'q, bunaqa emas, mana bunaqa ishlaydi. Bu noto'g'ri qilsang o'zgarmaydi. Qaysar eshakdek tiralib turadi. O'zida bor narsani qo'yib olmaydi. Xuddi shu narsa ularni ahli chiqarishida ham ko'rinadi. Endi buni tushuntirishimdan asosiy sabab nima edi? Shu joygacha. Mana bizda tuxum. Tovuqni tuxumi biz bilamiz, iymonimiz komil, bunga guvohlik bera olamiz. Mana shu tuxum agarki bostirilsa, shundan tuxumdan qachondir jo'ja chiqadi va u tovuq sifatida voyaga yetadi, tovuq bo'ladi. Bu haqida bilamiz biz. Shu tovuq hayotini ma'nosi tovuq bo'lishlik hozirgi mana shu turgan tuxum holatida turibdi. Bu degani u qachondir kelajakda tovuq bo'lib qoldi emas, o'sha tovuq bo'lishligining ma'nosi o'sha turibdi tuxumda. Xuddi bizda ham mana bu ruhiyatimiz, mana bu otaxonni ko'rinishidagi ruhiyatimiz, bizni tanamizdagi, ichimizdagi ruhiyat ham xuddi shu nuqtai nazardan kelib chiqib, jamiyat uchun kerakli bo'lgan qaysidir sifatlar bilan tug'ilgan, jamiyatga kerakli odam tug'iladi. Har doim qaysidir bo'g'inida kerakli bo'lgan. Talanti bor, ishtiyoq, iqtidori bor. Endi buni hammanikini o'zini yo'li bor, hammani o'zini talanti bor, iqtidori bor. Bolta ketmonni ishini qilmaydi, ketmon boltani ishini qilmaydi. Mana misol uchun aytaylik, ketmon boltani ishini qilib yursa, tez sinadimi? Hech qancha vaqt o'tmasdan tez tanasi deylik, o'sha metall qismini, tanasi tezda zararlanib, tez shikastlanib, tez sinib, oxiri chiriydi-ku, to'g'rimi? Bizda ham tana shunaqada, bizni ham tanamiz kimdir tanasi og'ir jismoniy mehnatga, kimdir yengilga moslashgan yoki kimdir psixikasi shu og'ir psixikaga ko'tara oladigan ishlarga moslashgan, kimnikidir unga moslashmagan. Bu yoqdan sen bunaqa bo'lishing kerak deb bolani tiqib biz o'zimizni ramkamizga solishlik xato bo'ladi-da, chunki bola bizdan meni tug'inglar deb so'ramagan, meni olamga keltiringlar deb so'ramagan. To'g'rimi? Bizga сообщение jo'natmagan, bizga Telegramdan yozmagan, WhatsAppdan yozmagan, meni tug'diringlar, olamga keltiring, dunyoga keltiringlar deb. Arzimaga asosiy nima pretenziya nima bo'ladi? Bolaga nisbatan, farzandga nisbatan almashtirish mumkin bo'lgan qaysidir narsaga zarar keltirgani uchun bolani ezib tashlashadi-da, nimadir buzib qo'yganingga. Aus baraka topkir, u narsani almashtirib bo'ladi. Bolani qayerdan almashtirasan? Sen o'zing xohlab tug'dirding. Endi umrini oxirigacha kesal boshdan o'tkazadigan azobini javobgari sensan-da. Mas'uliyati seni bo'yningda-da. U ko'pincha odamlar o'ylamaydi hamda, azoblarimni sababi qayerda deb psixolog, psixoterapevt yuradi. Qo'rquvdan voz kecha olmaydi, qo'rquvdan chiqib keta olmaydi, depressiyadan chiqib keta olmaydi. Boshlang'ich sababi tug'ilishgacha yetib bormaydi-da, ular o'zini shu refleksiyasida. Tug'ilish-ku xuddi shunday ekan, biz bitta bolani dunyoga keltirib, u uchun butun umrlik azobni yelkasiga qo'yib qo'ydikda. Nima uchun? Mana surunkali og'riq bor, surunkali og'riqlar bor, lekin surunkali quvonch yo'q, surunkali baxt yo'q. Nima uchun? Lekin hamma aytadi, hayot quvonchi uchun yashaydi. Quvonching qancha davom etadi? Yarim soat, 1 soat, undan keyin 24 soatlik kuning bor. 24 soat mana bu tanani qornini to'ydirish kerak.
bolani o'ziga qoladi baribir shu narsa ertadan keyin katta bo'lgani bilan. Ustini kiyintirish kerak, issiqda o'tirish kerak. Ovqat yeyish kerak. Mana bir tanaga xizmat qilish kerak. Shuni o'zi ham azob-ku. Shuni o'zi ham ozmuncha ish emas-ku. Bundan tashqari ezib tashlashadi-da. Shuning uchun ham bugungi tushuntirmoqchi bo'lgan mavzuyimiz kulminatsiyasi hozir o'zingizlarni ishtiyoqinglarni, libidoinglarni qayerga sarflashinglarni o'zingizlarnikini aniqlashinglar yaxshi. Bu uchun juda ham ko'p manbalar bor. O'zingizlarni eng avval o'zliginglarni anglashinglar kerak bo'ladi. Eng zo'ri birinchisi mana juda ham qiynalib ketsanglar, eng oson qo'lingga berishi mumkin bo'lgan narsa o'zingizlarni farzandinglarga, o'zingizlarni yaxshi ko'rgan odaminglarga nimani ravo ko'ryapsizlar? Nimani ravo ko'ryapsizlar? Shu misol uchun menda Elizarga, o'g'limga pultli mashinani olib bergim kelaverardi. Pultli mashina o'ynayversin deb. Chunki menda o'yinchog'im bo'lmagan edi, bittagina o'yinchoq olib berishim ham sandalga tushib, shu bilan nima ketgan edi. Pultli mashina o'ynagim kelardi. Mana shuni ishtiyoqi qolgan edi. Mana shu narsani men o'g'limga olib berib, bunga ham kerak bo'ladi deb men unga proyeksiya qilganman-da o'zimning ishtiyoqim. Xuddi mana shunaqangi narsalarni, shunaqa kimga nimani yaxshi narsani ravo ko'ryapsizlar, xuddi shu yaxshi narsani o'zingizlarga ravo ko'ringlar, o'zingizlarni ehtiyojinglar bor, shunga nisbatan ishtiyoqinglar turibdi, shuni libidosi qolib ketgan. Shuni o'rnini to'ldirsanglar, sizlarga yana hayot energiya kelaveradi. Odamlarni ko'rasizlar, yosharib yuradi-ku, yoshiga nisbatan yosh ko'rinadi. Anamneziya qilsanglar, tarixni surishtirib kelsanglar, ular hayotda o'zini o'rnini topgan, o'zini ishini biladi, o'zini mana shu ruhi ularga beradigan libidosini, hayotiy ishtiyoqini aynan qayerga sarflashni biladigan odamlar o'zi aslida. Kasal bo'lmaysizlar shunda ham. Endi hamma ham o'zini farzandini baxtli bo'lishini xohlaydi, даже o'zi baxtsiz bo'lgan bo'lsa ham. Shuning uchun farzandinglarni baxtli bo'lishini xohlasanglar, uni ishtiyoqlariga e'tiborliroq bo'linglar. Nimaga nisbatan ishtiyoqi baland bo'lyapti, nimaga nisbatan libidosi ketyapti. Mana shundan kelib chiqib, keyin agar sizlar unga to'g'ri yo'lni ko'rsata olsanglar, ular hayotning ma'nosi nimaligini o'zi tushunib oladi. Nima uchun bu hayotga kelganligini, nima uchun yerda tug'ilganligini o'zini ma'nosiga yetib borib oladi. Va agarki odam o'zini hayotini mazmunli yashayotganligini, ma'nosi bilan yashayotganligini, o'z o'rnida yashayotganligini, yaratgan unga bergan topshirig'ini bajarayotganligini tushunib yashasa, bilib, his qilib yashasa, boyaga aytganimdek surunkali baxt bo'ladi, surunkali quvonch bo'ladi. Surunkali og'riq bo'lmaydi. Haligi ketmon boltani o'rniga borib olib, boltani ishini qilib yurib, siqilib yurmaydi-da. O'zini joyiga borib, ketmon yer chopadi. Mana shunaqa. Вот. Umid qilamanki, boshlang'ich bu psixodinamikani boshlang'ich asosiy yadrosi. Agar shu nuqtai nazardan kelib chiqib, dalcha mulohaza qilinsa, meditatsiya qilinsa, juda ham ko'p kasalliklarni izlasa ekanligini tushunib olish mumkin. Juda ko'p kasalliklarni keyingi etaplarga borishini, keyingi bosqichlarga borishini tushunib olishimiz mumkin. Shunaqa. Bizda misol uchun ota aytishadi, yog'li ovqat yeyish sog'liq uchun zarar, ko'p ovqat yeyish sog'liq uchun zarar, kam harakatlilik sog'liq uchun zarar. Xo'p, bildik sog'liq uchun zararligini. Lekin shu odamni shu yog'li ovqat yeyishga olib kelayotgan, uni orqasida turgan tarixi nima? U nima uchun aynan shunaqangi odam bo'lib qoldi? Nima uchun aynan shu yog'li ovqat yeydigan bo'lib katta bo'ldi? Yoki nima uchun kam harakat bo'ladigan odam bo'lib katta bo'ldi? Yoki ichkilik zarar deydi. Xo'p, lekin ichkilik zararligini bildik, aytding. Xo'p, lekin shu aroqni ichadigan odam bo'lib qolganigacha bo'lgan davrda nima bo'ldi? Nima narsa shuni olib keldi shu yoqqacha? To есть sababi, jigar sirrozining sababi bizda aytdik. Sabablardan bittasi aroq ichishlik, ichkilik ichishlik. Sababi nima bo'lyapti? Aroq ichishga sabab nima bo'lyapti? Uni sababi nima bo'lyapti? Mana shunaqa. To есть
Kasallikni funksiyasi nima bo'lyapti? Kasallik disfunksiyani funksiyasi nima bo'lyapti? Fikr qilish kerak, zikr qilish kerak, mulohaza qilish kerak. Savollar bo'lsa, kommentlarga yozsanglar bo'ladi yoki голосовойda ham so'rasanglar bo'ladi. Bugun tushuntirmoqchi bo'lgan narsam shu edi. Keyin qimmatinglarga qarab, shunga 50 so'm tashlab qo'ysanglar yetadi. Ko'ngilinglardan chiqarib. Men o'zi pulli qilmoqchi bo'lgan narsalarni tekin qilib chiqaryapman. O'ylab qarasam, pulli qilib chiqarsam, bilimlar monopoliyasini sababchi bo'lar ekanman. Kimdir puli bor odam shu bilimga ega bo'lyapti, puli yo'q ega bo'lmayapti. O'ylab qarasam, menga yozishni, o'qishni o'rgatgan odamlar o'zi tashqaridagi odamlar to'g'ri. Boshqalardan olganman, men o'qishni o'rganganman boshqalardan, kitoblarni boshqalardan olganman, ta'limni birovdan olganman, tarbiyani boshqalardan olganman, tekinga olganman, to'g'rimi? Mana shunaqa. Savollar bormi? Men savol bersam bo'ladimi? Mayli, bering. Xo'p, boya biz ko'rdikki, libidoni bizaga it yetkazar ekan. Ya'ni ichkaridan o'sha xohlaydigan xohishlarimiz deylik, hali ong ta'sir qilib ulgurmagan xohishlarimiz. Lekin kuzatsak, o'sha xohishlarimiz turli yoshda turlicha bo'ladi, turli dunyoqarashda boshqacha bo'ladi. Yoki savolni o'zgartirsam, u bir odamda umuman boshqacha xohish istaydi, ikkinchi odamda qanaqadir boshqa id yetkazib beradigan xohish istaydi. O'sha narsani nima boshqarishi mumkin? Nimani hisobiga u yoshimiz, dunyoqarashimiz o'zgarib ketganda istaklar ham, xohishlar ham o'zgaradi? Bu joyda bitta narsa bor. Tarbiya, ta'lim orqali singdirilgan xohishlar bor-da. Hayotiy malakada sizga misol uchun постоянно misol uchun aytaylik, aytib kelindi, ayollar misol uchun alkogol iste'mol qilmaydi. Alkogolli mahsulot iste'mol qilmaydi. Bu mumkin emas, halol emas, harom qilib keldi. Va siz chet elga chiqyapsiz. Chet elda erkinlik bu joyda endi o'zingiz, lekin shuni qiziqish bo'ladi-ku baribir. Sizni ruhingiz bilmaydi-ku. Misol uchun bitta odamga men viskini ta'mini gapirib tushuntirib bera olmayman-da. U toki o'zi ichib ko'rib, mazasini ko'rmagunicha. Xuddi shunaqa tub-tubida odamni tub-tubini ichida qolgan xohishi bo'ladi baribir. Boyagi hayotimiz davomida hayotiy malaka yig'amiz. Biz kitob o'qiymiz, kino ko'ramiz, kimgadir havasimiz keladi, hasadimiz keladi. Menimcha mana shu hayotiy malaka tufayli keladi. Keyin undan tashqari odam o'zini agarki o'zligini anglashni boshlasa, o'zini asl xohishlarini anglashni boshlasa, bolaligidagi xohishidan albatta farq qilishi mumkin, chunki bu joyda juda ham katta o'rni bor tarbiyani baribir. Ota-onani bolaga bo'lgan munosabatini, qarindosh urug'larning bolaga bo'lgan munosabatini maktabdagi etaplarni. Chunki adashmasam 5 yoshgachami boyagi super ego o'zi paydo bo'ladi. 12 yoshgacha bizning vaqtimiz bor bolaga tarbiya berib olishga. Lekin siz bergan savolda konkret misol bo'lsa yaxshi bo'lardi. Misol uchun bitta odam haqida konkret o'tirib, konkret unda tarixi bilan gaplashib, nima uchun mana bu paytga kelib buni xohishi o'zgardi? Nima uchun kelib mana bu yoshda bunaqa fikrlayapti? Nima uchun xohishi bunaqa paydo bo'ldi? Konkret ko'rish kerak bo'ladi-da baribir. Ko'p tomonlama. Faqatgina misol uchun mana mening xohishim, hozirgi xohishim faqat Elizabet xursand bo'lib yursa bo'ldi. Menga mana shu. U maza qilsa, men maza qilib o'tiraman. Farzandim tug'ilganidan keyingi paydo bo'lgan xohish. Chunki men ichimdagi ruh bilmaydi. Men mana shu tanani ichida qanaqangi ota bo'lishi mumkinligini, mana shu tanani ichida otalik mas'uliyatini qanday qilib ko'tarishi mumkinligini bilmaydi. Bu mana shu ruhiyatimiz, bizning ruhimiz uchun nima derdi? Malaka. Agar ko'rgan bo'lsangiz, haligi tasalli sifatida bitta video yozgan edim, o'shanda bitta haligi darvishni hikoyasini aytib berdim.
kamchiligi yo'q zot nimaga kamchiligi bor odamzodni yaratdi? Sababi biz uni kamchiligi yo'q, bilmaydi kamchilik bilan qanaqa. Kamchilikli mana bu tanani ichida yashash qanaqa bilmaydi. Shu malakani bizni hayotimiz davomida olgan malakamiz shu tanani ichidagi unga qo'ygan sovg'amiz. Xuddi shunaqa bizda ham ruh uchun ham ruhga nisbatan shunaqa mana bizda ham menimcha shunaqa deb o'ylayman men. Egoni ham funksiyasi shunaqa deb o'ylayman. Tushunarli. Rahmat kattakon. Hali lekin bu degani bu mavzu bo'yicha qani to'xtab qoldi degani emas, borgan sari kengaytirib boraman. Men faqat endi iloji boricha harakat qilyapman. Meni odamlarni berayotgan narsam odamlarni hayotini yengillatsin. Mensiz ham hayotini o'zlari yengillata olishsin. Faqat shu mendan olgan informatsiyaga asoslanib hayotini yengillata olsin degan ma'noda hozir bularni qilyapman. Meni orzuyim bor shu kasal qolmasligi. Juda ham charchaganman odamlarning kasal sog'ligidan nolishidan. Haligi menga yoqmayapti hozirgi zamonaviy tibbiyot va zamonaviy psixoterapiya. Klient постоянный klient qilib olishdi, постоянный senga kelib turadigan odam qilib olishlikda maqsad shunaqa bo'lib qolyapti. Senga keldimi, bir marta davolandi, bo'ldi, qaytib kelmasin o'sha odam, tuzalib qaytib kelmasin. Psixoterapevt bo'lsang ham, psixolog bo'lsang ham. Shunga asos qilib men hozir mana shu leksiyalarimni qilishni boshladim. Mensiz ham pul sarflamasdan, vaqt sarflamasdan, vaqtini sarflamasdan mana shular orqali sal bo'lsa ham yo'l yo'riq bo'lib, yo'l ko'rsatadigan bo'lsin deb qilyapman. Savollar bormi yana? Elbek aka, qachon kelasiz? Tugatsam boraman akam. Bu yoqda psixiatriyani tugatib olay. Yana 5 yil, 6 yil vaqt bor. Tugatib boraman. Nasib bo'lsa. Вот. Yana bormi savollar? Savollar yo'q ekan. Yakshanba kuni shu mavzuni mantiqiy davomi sifatida hayotdan mamnunlikka olib boradigan juda ham oson narsada, o'z aslida juda ham oson narsada. Faqat e'tiborli emasmizda, e'tibor bilan yashamaymiz-da. Mana shu narsani ko'rsatib beraman. Bu yoqda juda ham yaxshi rezonans olganman men. Xuddi shu mavzuni tushuntirib berib, hayotdan mamnunlikni tushuntirib berib, bemorlarga juda ham yaxshi o'tkilik bo'lgan. Xursand bo'lishgan, qo'llariga ham ish materiali berganman. Harakat qilaman shu ish materialini ham o'zbek tiliga tarjima qilib yakshanba kunga berishlikka. Rahmat e'tiboringlar uchun. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Shaybadan biror totib oling. Gap o'zim kutib qoldi, bitta ozgina upakovka qoldi. Kilometr tekshirib o'taman, lekin o'zimda juda yomon sezaman. Bobur aka ko'p narsa qilish mumkin. Ko'p tekshiruvdan o'tgan bo'lsangiz, juda yomon his qilayotgan bo'lsangiz, og'riqlar, bitta kitob tavsiya qilishim mumkin. Liz Burbo degan psixolog ayol bor. Kasalliklarning metafizikasi haqida juda yaxshi kitoblari bor. Lyubiy себя degan kitobi bor. O'shandan Bobur aka bir qarab ko'ring. Siz aytayotgan narsani raspakovka qilish kerak. Ochirib olib, zip arxivda raspakovka qilgandek, siz his qilayotgan emotsiyalaringizni, his qilayotgan og'riqlaringizni raspakovka qilish kerak. Qachon, qanaqa, qayerda, qanday qilib, qay holatda degan savollar bilan, nima uchun, nimaga degan savollar bilan raspakovka qilishimiz kerak. Ishimiz faol bilmasak yoki hech narsani xohlasak qanday? Zarnigor, meni opitimdan nima qilishimizni xohlamasak, nima xohlashimizni bilmasak yoki hech narsani xohlamasak, o'zimizni qanday anglaymiz? Men o'zimning malakamdan kelib chiqib aytaman. Bunaqa holatdan faqat vaqt o'tishi kerak. Vaqt o'tishi orqali
siz qaysidir emotsiyani tagida yashayapsiz uzoq muddat davomida. Shu emotsiyani nimaligini hali bilmayapsiz. Bu emotsiya o'tib ketadigan vaqti bor. O'sha vaqtda o'tgandan keyin refleksiya qilib, introspeksiya bilan o'zingizga introspeksiya degani o'zini ichiga qaray olishlik. Introspeksiya bilan qarab, ana undan keyin o'zingizni tekshirib ko'rishingiz mumkin, anglashingiz mumkin bo'ladi. Ungacha menga hech narsa yordam bermagan. Nima qolishini o'zim bilmasdan garang bo'lib yurganman. Prosta bir narsa qilib kun o'tkazganman, kino ko'rganman, muzika eshitganman, kitob o'qiganman. Qo'limga nima tushsa qilganman, dalishni nima tushsa qilganman. Shunaqa. Savollar bo'lsa yana yozib qo'yaverasizlar, harakat qilaman men SMS ko'rinishda yoki голосовой ko'rinishda javob berishga. Hammaga rahmat. Vaqtinglar, e'tiboringlar uchun. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammamizga o'zimizni anglashga, o'zimizni kamchiliklarimizni to'g'rilashlikka yetarli kuch-quvvat, aql, zehn, zakovat bersin. Boshqalarga emas, o'zimizga bersin. Boshqalarni biz to'g'rilamaymiz, faqat o'zimizga bersin. Salomat bo'lasizlar.